Cherry Arizo 6 Pro mashinasi haqida qisqacha tanishamiz. Chiroq piroqlari haqida gapirib o'tirmayman. Galagen ekan. Galagen faralar. Akalar, men ham mashinaga unaqa zo'r tushunavermayman. Lekin MCM Cobalt bilan taqqoslab ko'rmoqchiman bu mashinani. Narx jihatidan taxminan 50 million atrofida qimmatroq Cobaltdan va shu 50 million qimmatligi evaziga unchalik ko'p udobstvo va yoki rivojlangan avtomobil olishinglar ehtimoli juda ham ko'p emas. Bu meni shaxsiy fikrim. Multimedia hammasi bor ekan. Piyoda cruise control, multimedia cruise control Cobaltda ham bor. Tak. Podstakanlik, avtomat korobka, 1.5 atmosferniy motor, bari normalniy chuqur. Mana bitta nimasi bor ekan. Yuki yo'q. 200 qanchadir million so'm turadigan avtomashina 230 million atrof bo'lsa kerak. 4 ta kolonka. Rul qizdiradimi yo'qmi bilmayman, lekin ikkita oldi qizdiradi menimcha. Skors richagini oldida qanaqadir tugmalari bor ekan. Yumshoq plastik ekan. Qattiqroq plastik. Mana bu ham plastik yumshoq. Mana bu qanaqadir eko koja. Yumshoq eko koja. Plastik жесткий. Eko koja. Orqa ham koja, eko koja. Mana bu joylari ham koja, plastmassa ekan, mana bunlari koja ekan. Rul koja, mana bu koja. Bu yoq plastik. Жесткий plastik, mana ham joy. Yumshoq plastik ekan. Salondan polik berishgan ekan. Bu yaxshi yangilik. Atmosferniligi yaxshi, bako yopilmas ekan. Mana bu chiroqlar bor. Clearance-ni bilmadim, lekin mana bu qizil strochkasi bor ekan. 16 diska. Umuman olganda o'zim segmentidagi avtomashinalar ichida yaxshi mashina deb ta'rif bera olaman. Xarid qilib haydashga arziydigan mashina. Eng yaxshi tomoni yana bitta konditsioner orqaga ham bor. USB Type-C yo'q. Lekin mana bunaqa joyi ana Mercedes-Benzlarga o'xshagan qanaqadir metallmi nimadir bor ekan ichida. Ushab turadigan. Bari yo'q. Eko koja. Salon ichi qora ko'rasizlar. Kojali salon. Lekin Passatga jihatidan Cobaltdan где-то 5 santimetrlar atrofida pastroq. Rullar yumshoqmi yoki жесткийmi? Podveskalar yumshoqmi yoki жесткийmi? Bular haqida ma'lumotim yo'q. Xalqimiz minib ko'rib, sinovdan o'tgandan keyin ma'lum bo'ladi. Bu ana. Pultni ochdik hozir. Yangi salondan chiqqanda unaqa nimasi chiqadi. 3 burchak. Yukxona sig'imi litrda qanchaligini bilmayman. Kraskasi haqida qisqacha ma'lumotim bor. Adashmasam kraskaga qo'shilib zar sepilgan ekan. Oddiy dakatka, balon ключ, tamkirat va hokozolari bor. Chotki bagaj ham normalniy katta ekan. Litr-pitrini o'zingizlar bilib olasizlar. Anaqa защитный plastmassalar bor, жесткий. Yukxona qopqog'ida obshivkasi bor ekan. Mana nima ekan bilmadim. Izohlarda o'zingizlarning fikrlarni qoldirib ketinglar. Ushlaydigani bor. Mexanический. Kamerasi bor. Заводской. Parktronligi bor.